Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kechagi tog'dan keyin mana ahvolimiz bunaqa kuymadim. Men bu rumyanam, hatta kuyganim yo'q. Asligina bo'ynim kuyib sababi SPF krem surmanman deb shu bo'ynimga, yuzlarimga, qo'llarimga SPF surdim. O'shaning uchun ancha mana kuymasdan saqlandi. Ancha emas, вообще kuygani yo'q. Qizlarimiz ham mana ba'zilari kuygan, SPF surishmagan, SPF o'zimnikini olib borib surib qo'yganlarim bo'lsa, kuymasdan asal bo'lib turishibdi. Va bu SPF krem surish kerak. Uyda o'tirgan holatda ham surish shart va zarur. Qishda ham suraman. SPF krem baribir kerak. Yuzni o'sha qorayishdan himoyalaydi, и plus dog'lardan himoyalaydi. Chunki quyosh dog' tushirib yuboradi. Keyin hozirgi suvni qaranglar, даже konditsioner yoqsak ham kuchi yetmayapti. O'chib qolyapti svet, o'chib yonib rosa yomon bo'lyapti. Sizlarda ham shunaqami? O'chib yonavergandan oxir ventilyator yoqib qo'ydik. Hech bo'lmasa mahallada bitta bizda konteyner ishlamay tursin, o'chmay turadi. Bizga svet hozir suv va havodek zarur. Shuning uchun mana qizlarimizni tikishyapti. Bugun tikish kuni. O'chmay tur svet, iltimos. Va alaykum assalom. Hammaga. Voy, Qozog'istonga. Tikibamiz endi. Ana, kecha dam olib kelib. Dam olib bugun tikibamiz. Xolos. Isib ketganimizdan hozir havas qilishdan chiqib, men oldin o'tsam bo'ldi, mashinam srazu yonadi, yoqiladi. Chiqaymanga deyapti, yo'q chiqolmayman senga deyapman. Suv. Lutcha peshkom borib hozir marojniy olib kelamiz. Kilolik o'quvchilarimiz bilan muzlab bitta yeb olaylik. Yotoqxonadagilar kelishadi. Voy, bozorlikmi sizlarda? Suvni qaranglar. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi, Dorapa? Kecha baliq bo'lib ketdingiz, Dorapa. Qalaysiz, yaxshimisiz? Kuyib ketibdi. Yo'q, maza qilsizlar-da. Ber bo'ldi marojniylarimiz. Ikkinchi reysi boshlandi. Bizda ustozimiz ham marojni olib beradi, ham toqqa olib boradi. Mazami? Erkatoy o'quvchilar bo'ldinglar, вообще. Azizlarim, juda ham yomon issiq bo'lyapti, bilvosizlarmi? Вообще qatnab o'qiyotgan o'quvchilarga respekt, rahmat. Baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Shu issiqda meni adajonim bilan ayajonim o'qish meni olib yurganlari ham esimga tushib ketdi. Har yili yozda eslayman. Bir 5 ta to'garaga berishardi. Kamida 5 taga repetitorga borardim. Matematikaga, russkiy, angliyskiy, u payt arab tiliga ham borardim. Arab tili emas, aynan o'qish uchun ham borardim. Yana plus yana nima? Salonga ham sartaroshlikka olib borishgan, soch kesgan, men kaskadlar moda edi-ku. Shunaqaga borganman. Undan tashqari massajga, yana tikuvchilik, hunar, hamma narsaga borganman. Har yoz bo'ldimi? Bo'ldi. Meni faqat mana shunaqa to'garakligi, o'qishligi berishadi, repetitorligi. Bitta men emas, hamma farzandlarni ham qoyil qolaman, rahmat ota-onamga katta. Esinglarda bo'lsa, yaqinda post qo'ydim. Aynan qiz farzandinglar bo'lsa, o'qitinglar, aziz ota-onalar. Meni ayajonim bilan adijonim kerak bo'lsa, ayamli tillalarni sotib bo'lsa, meni o'qitganlar. Biz ham birdaniga bunaqa zo'r sharoitda kelmaganmiz betga. Ya'ni bundan 34 yil avval, 35 yil hattoki avval adajonimlar bitta paket, aygen paket bo'lardi. O'shan bilan kelganlar Toshkentga. Bu yerda dissertatsiya yoqlab, aspiranturani yoqlab, shu yerda qolib ketganmiz. Xudoga shukr, mana ancha muncha o'rnimizga egamiz, xudoga shukr deyman. Bu ham bo'lsa ota-onami bo'lgan bizga mehnatlari, mehrlari, investitsiyalari tufayli shu darajagacha yetib turibmiz. Ozmi, ko'pmi? Ba'zi bir insonlar tushunmasdan, "Voy, sizga gapirish oson, pulingiz ko'p"da yo'q. Mana shu etaplardan o'tganim uchun sizlarga aytyapman. Qiz bola farzandinglar bo'lsa, albatta o'qitinglar. Qo'rqmasdan investitsiya kiritinglar. Qattan bo'lmasa imkoniyat topsa bo'ladi. Izlagan imkon topar. Bekorga bunaqa naqli yo'q.
ishim o'z nihoyasiga yetdi. Endi bolalarim oldiga tushyapman. Bilasizlar, ish bilan bo'lib, safarlar bilan, konsert, to'ylar bilan bo'lib, bolalarimga ko'p vaqt ajrata olmayman. Lekin o'qishlardan men bexavotirman, sababi qalin uzimiz bor bizani. Salom qizlar. Va alaykum assalom. Shunchalik kirishib ketdinglarmi? Men esingizdan chiqib qoldim. Qalaysizlar? Yaxshi dars qilyapsizlarmi? Qani? Qatiga keldinglar? Tez yechyapsanmi? Asal qizim, молодец. Mani qizim 4-sinf, 4-sinfga mos programma berishgan. Bu Qalin.uz platformasi, ustozlar nazorat qiladi. Ha, jonim. Men opamnikini hammasini bajara olaman. Rostdan, hali 1-sinfmasiz-ku, endi 1-sinf bo'lyapsiz. Qani, men hamma xato emas, faqat ikkita. Ikkita xato qilding-a? Sanicha ustozlaring telefon qilib turishadi, bizga bilasanmi? Mentorlaring, ustozlaring sizda nima gap, qizim? Men boshda buni olib berayotganda qo'rquvdim. Bir kun probniy dars olganmiz-da tekinga. Ana o'shanda bular baribir o'yin o'ynab ketsa kerak, qo'liga planshet tushdi, o'yin o'ynaydi desam, yo'q. Bular o'yindan ham qiziqarli qilib qilishibdi deb platformani. Boyga kuniga 2000 so'm yutib olish mumkin bolalar. Plus personajlar yutib oladi, bir-biri bilan muloqotlarni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Opa, siz necha ball yig'dingiz? Nima bo'ldi? Qaysi o'ringa keldingiz deb. Eng asosiysi o'zlarini yoshlarga mos qilib berishadi. Ustozlar nazorati ostida bo'ladi. Eng yoqqan taraf tepasida turmayman deyman. Bularning tepasida turib, buni munaqil deb turmayman. Ustozlar o'z nazorat qilishadi. Offlayndan ham zo'r. 1-sinfdan 11-sinfgacha matematika repetitor qidirib yurgan bo'lsanglar, mana tayyor sizlarga Qalin.uz platformasi. Eng asosiysi men nomdan chiqsanglar, bir kunlik darslik tekin va 42% sizlarga skidka qilib berishadi. Albatta foydalaning. Kimni chaqiryapsiz? Qizlar deng. Kelinglar. Assalom. Azizlarim, bugun o'zi ham tariximga bomba tushirib yubordinglar. Qanaqa SPF krem ishlatasiz, nimaga yuzingizni oppoq qovurdi deb o'quvchilarimiz ham rasmga olishdi. Sizlarga ham ko'rsataman, rasmga olinglar. Mana ta'sir. Mana bunaqa zo'r koreyskiy SPF krem ishlataman. Skrinshot qilib olinglar. 70 gradus bo'lsa ham shundoqqina oftobdan saqlaydigan haqiqiy SPF krem. Qo'lingizga, yuzingizga, bo'yningizga surib olsanglar, вообще mana bu quyosh urmaydi. Buni ko'rib, qiziqib, Adijonisi ham menga ham zakaz qil, o'g'il bolachasidan dedilar va o'g'il bolachasidan zakaz qilib yubordim. Bu detskiy SPF krem bolajonim uchun, 3 ta qizim uchun oldim. Bu yoqda bo'lsa qolgani xo'jayinimga, o'zimga massajyor, mana bunaqa narsalar, toniklar, sochim uchun, sochim rosa to'kilyapti, sochim uchun ampula ham zakaz qildim va kerakli kremlar, mana gel для dushi, вообще прям hidi bombovoy. Yaxshi ko'rgan uchun koreyskiydan zakaz qilaman doim. Mana shu asal qizimizdan bir pasda dastavka qiladilar. Hamma sifatli original narsalarda. Mana Ranoxon ochdilar даже. Ranoxon keling, qo'lingizga suring. Madikala qilamiz, keling. Bitta qilamiz bu yoqqa, bu yoqqa. Aka. Kiro. Maditito. Dia tumpi. Xo'jayinlarga, adajoninglarga, uydagilarga olib bersanglar bo'ladi. Original kosmetikalar sotali o'tgan safar o'zimga oldim-ku, xo'jayinimning ham havaslari kelib, menga ham zakaz qilib yuboring oyisi deb qo'ydilar. Shuning uchun bularga ham zakaz qildim. Hozir birma-bir ochib ko'ramiz. Ranoxon bilan sizlarga obzor chiqib beramiz. Vaqtimiz bor, chunki Adijonimiz ishdalar. Mana shu SPF kremchikdan boshlaymiz. Koreyskiy Pororo. Mana shunaqa multik ko'radi mani qizim Pororo degan. Wow, hidi zo'r ekan. Ana yuzchalariga suramiz. Matitalamoy. O'zi nima desam, quyosh qattiq bo'lyapti, keyin suzishga, tog'ga bolalaringlarni olib borayotganda SPF kremsiz umuman chiqarmanglar. Tavsiya qilmayman SPF kremsiz chiqishni. Sababi bolalarni yuzi umuman olganda va yeyorsa ham bo'lar ekan. Kojasi чувствительныйda, quyosh urib qolsa, keyin qayta bu kojani qaytara olmaysizlar. Mani qizlarimning yuzi quruq, aslavnom, shuning uchun olivkovoy maslali mana bunaqa kremlar ham etganman. Green tomato degan bu xo'jayinimlarga yuzlari, voy jonim bor. Chiqarib yubordi. Yana zakaz qilaman hozir. Bitta tugatma qizim. Yuzlari juda ham yog'li, meniki quruq. Bolalarimga ham quruq-da.
Bularning yuzlari yog'li bo'lgani uchun mana shunaqa SPF krem etganman. Bu pomidor, yashil pomidorli. Yuzin именно yog'lilar uchun. Umuman olganda u qizga yozsanglarchi, o'zlari podobrat qiladilar. O'zlari aytadilar, "Mana sizga tushadi, yuzingiz qanaqa holatda, nima?" deb o'zlari so'rab, podobrat qiladi. Nimadan keyin nima surishlarni aytadilar. Azizlarim, agarda sizlar yuzingizga uhud qilmasanglar, inson yuzidan va qo'lidan, bo'ynidan qarishni boshlaydi. O'shaning uchun yuzimizga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ayniqsa tug'ruqdan keyin, tug'ruq paytida ham, homiladorlikda ham dog'lar tushadi yuzga yoki ajinlar tez tushib ketishi mumkin. Ana o'shalarni avvaldan oldin olinglar. Ayol kishi o'ziga qarasa, e'tiborli bo'lsa, kerak bo'lsa 20 yil ortga surishi mumkin yoshini. Ya'ni 40 yoshda bo'lsa ham 20 yoshni ko'rinishini berishingiz mumkin. Bu hammasi sizlarning qo'lingizda. Qimmat emas, SPF krem 200 ming so'm, misol uchun tonik yuzlarni namlantiradi, ajinlarni ketkazadi, mayda dog'larni ketkazdiradi. O'tgan safar ham zakaz qildim, o'lik terlaringlarni tushirib yuboradigan skrab bu. Badaningizga, qo'lingizga sursanglar, shunda o'lik terlarni tushirib yuborib, oppo bo'lib qoladi, taninglar вообще zo'r bo'ladi. Обязательно bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'ringlar. Mana bu sentellarni ham bitta rasmga olib olinglar. Versace mashinadan so'raysizlar, shulardan bering, bu nima deb so'raysizlar, o'zlari aytadilar, mana mamiya vash cho'tkinas. Rasmga olib olinglar. Mana bundan ham olinglar, yuzni massaj qiladigan. Bumi? Bu sizlarga o'g'lim? Ha, sizgami? Salim. Rasmga olinglar. Hammasini tutib turaman sizlarga. Nima desam, yog'li bo'lsa shundan olishlarni tavsiya qilaman. Bu olivkovoy maslali. Rasmga olib olinglar. Tez ko'rsin. Buni ko'rsatdimmi? Buni ham, imomini ham обязательно. Nimaligini bilib olasizlar. Rasmga olinglar-da. Mana bu naboram rosa zo'r. O'zi bilan umyvalkasi ham, kremi ham o'zi bilan. Ночной krem, дневной krem degan narsalar bo'ladi. O'shalarni ko'rib olasizlar. Unaqa qimmat bo'lmaydi, ishoninglar. Unaqa qimmat bo'lmaydi. SPF krem ham aytib o'tganimda 200 ming so'm. Bemalol olishingiz mumkin. Hammalarni yaxshi ko'raman. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib, go'zallashib yuringlar. Sog' bo'linglar.